Hasan degan bu ham Jasuron kattalar aytaman aytsam deyapti, bitta katta kelib deyapti, mana yo'q desa deyapti. Battar chuqurlashib ketadi. Kovlash to'qlaydi. Nima uchun buncha odam kirishyapti o'tga yana kovlaydi. Indamagan nima bo'ladi deyapti. Hozir o'tga odam qo'shiladi deyapti, chuqurlashib ketadi deyapti. Bu yoqqa birga borganda battar kovlaydi deyapti. O'tda bizning aybimiz tergov bo'lmay sud yopilganda. Endi istimosa bo'yi ko'plab ikki zonni. U ko'pchilik chiqqan ekan, avtomobil qo'yilgan. Uni qo'yadi u deydi, o'shani qo'yib tushganda. O'shanga tushgan deydilar hammasini qo'yapti endi qaytadan. Shunday yana bir nima chiqib qolayotgan deb. Shuning uchun qayta olib chiqyapti. Elan o. Lekin akani, o'lgayni boshlig'ini o'g'li tergovchilarning boshlig'i Sho'rkaga aytibdi, aytaymi deyapti. Indamaymi, aytmaymi, kerak emas deyman. Aytaman deb tergovchilar boshlig'i shunday kirib biroz aytish mumkin deyapti-da. Aytish degan ma'noda. Mahliyon anonsi ham. Shopir ham. O'zini shopirimi shu. Biroz kelib shunday aytsa ham to'xtaydi, lekin kerak emas deyman. Bo'yaga qog'oz olib kelyapti. Uni doktor yozgan mana. Mana rasm qo'ygan mana. Uni bergan tergovchini familiyasi deyapti, nima deyapti? Sho'rkaga nima qog'oz chiqaradi. Familiyasini aytsa, qo'llanmada bilaman, to'xtaydi. Sanlar endi so'zdan boshqa qo'llash boshlashni kelganman. Jasuron shunday deyapti. Hozirman kattaroqga bironta aytsam deyapti. Bo'ladi deyapti. O'sha kun menga ishxonaga telefon qildim, men aytdim, men qolib ketdim o'sha. Eski kurslar tergov, atak tergovchi falan pistoncha falan joyga kelasizmi? Kemat muborak keldim men. Hadi yaptılar. O zaman bunu uygun tanıyız, ben tanıyamam. Ne yapıyor? Kuruluş alanı uygun işlerinde. Buradan koyduğum manzara. Şeyinti de. Telefonda. En son kişi polo değildi. Şu anda kimse müzik getiri attı. Müzik getiri. Ama onu bilmesin yani gidiyor. Onu bilmiyorum. Haberim yok yani değil mi? Telefon koyuyor. Telefon koyuyor. Dişle telefon kulaklıkta. Tez keliniyor. Ben mübarek gelmedim. Bir saatliğe varamadım ben de. Siz uyum kılarsın diyeyim ben de. Başıma samet varsa varamam ben de. Bir saat yolum gider. Varamam ne diyeyim. Kim var orada? Kim var orada? İyi. Maran gibi yaptı da. İşte bakacağım bakayım. Bu şekilde sıkılgan. Şuraya kır işi takladı üstüne açacağım mı? Mümkün mü diyorum mu? Terörgesiz mi de? Ha diyorum ben. Kutu tutturayım ya. Evet, bunu bir tonla. Böyle çıkarttı da. Şey yok. Üstümüzden kulak bu adam diyor. Ne var da kulak sanıyor yani? Olsak olup diyor. Kulak. 12 gideceğim diyor. Ne falan işte. Bir soru verilmiş de, kayta bir soru verilmiş de. Neymiş? Yani soru. Orada iki soru olup diyor. Hadi okula geldi. Keyince ya ne kampı bu ya. Yani okula gittim. Saat aka deydi 5gacha olib turdim yani. 8 10 vaqt turibdi. Olsa olib turibdi. Uni chiqaraveradi, rusni olib turadi. Rusni olib turadi, pochchasini olib turadi, rusni olib turadi. Hashalar. Aka qonunga osqonli. Ikkala qonda deganim bitta. Ya o'zi bo'lib keladi. Afrika edi, odamni ochib o'lgan yo'q. Biz ham vaqt yeganmiz. Kim chiqadi deganda. Yan dashi yezyapti-da. Ular bo'shlik uchun yezyapti. Ya qarayap, usti boshlarimni quruqlar ustini bilasan-ku. Buni o'zim bo'lalar. Shunga men kirdim, menga hech narsa demayman. Shunga kirdim.
Haftaga yaxshi. Ha, tamam, bakıyoruz sonra. Nima bo'lgandi? Yo'q, yo'qmi? Asl kishi qoldi, yo'q, tamam, nima deganimiz o'sha, nima yozgan? Ama urgan yozgan. Qani ko'rsinmi? Ko'rskamda. Axirim o'zimga aytsin. Ma'lum yani bu quruvchilar bilardim. Alma yana ishim bo'ldi, ishni ham yettirdim. Nima bo'lgan deydi. Men beton qo'ygan, chala qo'ygan dedim. Ben de eski geldim. Urganzi var dedi. Yana gapdan. Ben qaraydim dedim. Prokuraturaya bordim dedim. Shu durgan arkadaş